Men haqimda oxirgi payt internetda juda ham ko'p mish-mishlar ketdi. Va eng alam qiladigani bu narsa meni yaqinlarimdan tarqadi. Shu hammasiga sabab men kal bo'lganim. Xullas, meni sochim yonib ketdi. Yonib ketishi mayli. Lekin meni yaqinlarim mendan voz kechyordi. Javohir degan menga qarab, boshqa siz ahmoq emassiz dedi. Bu yerda gapirmasam ham bo'ladi. Baburov yipligini hamma biladi. Sizlarda ham savol tug'ilgan va hamma javobni olish uchun men YouTube kanalimda yangi video joylaganman. O'sha yerda hammasini bilib olsanglar bo'ladi. Yangi yillar bilan, momaqo'ylarim.